Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilar, chorva ishqibozlari. Bugun 24-oktyabr 2025-yil haftaning juma kuni biz Jizzax viloyati Baxmal tumani O'sma shaharchasidamiz. Xudo xohlasa mana shu sotiladigan buqalarimiz bor. Angus porodalar, chista toza qonlilari. Mana birinchisi. Hali hammasi tish yormagan buzoqlar. Живой veslari 500 kiloga yaqin. Birinchisi. Mana bu ikkinchisi. Bu uchinchisi bu. Mana uchinchisi. Haqiqiy toza qonli Aberdeen anguslar. Yemiş parlamaydı, yemiş. Yeb ichishlari o'ta xo'ra. Yem yeb turgan 500 kiloga yaqin tirik veslar. Bo'ylari 1.25 atrofda. Toza qonli. Hammasi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. 97lik 178 0452 97lik 505 51 51 raqamiga telefon qilasizlar. Puliga keladigan bo'lsak, 33,5 million so'mdan ozroq xayri bor deyapti. Hozir kichkina buzoqlardan, boqma buzoqlardan o'zi 25 deyapti, lekin bular ancha mehnat qilingan. Bemalol telefon qilib yoki kelib ko'rib savdolashaverasizlar. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat mol bozorini to'g'raydi ro'parasida. Yangi qurilgan masjid ro'parasida turibdi. O'smat shaharchasining o'zida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.